Chiroyli holatda sotib olishda niyat qilganlar bitta hozirdan like bosib qo'yinglar. Skuter xarid qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringga albatta ushbu videoni yuborib qo'yinglar. X-Max skuteri. Hozir chiroyli qilib upakovkaga o'rab qo'ydik. Ko'rishlari mumkin. Sifat nazoratidan o'tgan, hammasi joyida, tayyor. Tablosi bunaqa chiroyli bo'ladi. Elektronli tablo. Benzinli bu. Yuziga 3 ta rasot qiladi. Orqasi yukxonasi bo'ladi. Yukxonasini alohida joylab olamiz buni. Maksimal tezligi 90-100 bo'ladi. Oldi orqa yetkichli tormoz, qo'shimcha qanaqa start stoplari, pultlari bor, pultda ham o'taydi. Qo'shimcha dugalari ham bor edi. Buni hozir chiroyli o'rab qo'ydim, lekin mijozimiz uyiga olib borib topshirganimizni ham bitta video olaman, o'sha jami video qilib qo'yaman, ko'rasizlar. Shunaqa skuter kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud. O'sha sertifikat, garantiya kitobchasi. Mahsulotlarimizga 30 kun zavodskiy defektiga garantiya beramiz. Qanaqadir kamchilik bo'lsa, bepul servis xizmati ko'rsatadi. Qo'shimcha bunaqa yukxonasi ham bor. Akalarimiz yaxshi pullik nasib qilsin. Mana sheriklari ham tank skuter haydashar ekan. Agar sizlarga ham shunaqa skuter kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarini tashkillab beramiz. Sifat birinchi o'rinda bizda.